Agar o'lim kelsa qabul qilishga tayyorman, ammo Siz kabilar xuddiki hayotda ba'zi bir haqiqatlarga tupurib qo'ygandek tuyulasizda. Lekin o'limga kelganda bu azaliy va abadiy haqiqat. Buni ko'ziga qanday qaraysiz? yomon qarayman. Qo'rquvda, vahmada, xavotirda qarayman. Lekin bu qizaloqni qo'rqishi, balandlikdan pastga tushsam o'lib qolamanmi degan qo'rquv emas. Bu qo'rquv ulgura olmaslik qo'rquvi. Agar o'lim kelsa qabul qilishga tayyorman, ammo hali ulgurmadim-da, menga tegmay tur degan kayfiyatda yuraman, tushundingizmi? Mani hayolimga o'lim ogohlantirishday, qo'liga tayoq olgan boboday keladi. Vazifani qilmadingmi? Bo'lmasa ketdik deydiganday. Ba'zida tushlarimda o'lim qo'rquvlarini yashayman. Ba'zida hayotda ham ba'zi bir joylarda o'limga nisbatan chuqur qarashimni ilg'ab qolaman-da, seskanib ketaman. Bu signallar menga yana ham ko'proq harakat qilishim, aytadigan gapimni aytib qolishim, yozadiganim yozib qolishim xabarini beradi. O'lim haqidagi barcha tekis-notekis xabarlardan faqat bitta xulosa chiqaraman. Tekis-notekis qo'rquvlardan faqat bitta xulosa chiqaraman. Tezroq bo'l. Ulgurib qolmish. Ulgurib qol.